Men 4G guruh talabasi Dadajonov Hoshimjon bo'laman. Innovatsion iqtisodiyot bo'yicha mahalliy tadbirkorlarni suhbat olib borish mavzusi yuklatilgan. Ushbu mavzu bo'yicha Elektrologik guruh kompaniya tadbirkori rahbari Shukuru Jahongir bilan Jahongir aka bilan mana suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum Jahongir aka, tuzimisiz? Yaxshimi? Sizda hozir mana innovatsion texnologiyalar bo'yicha bugungi kunda mahalliylashtirish maqsadida qanday ishlar olib borilyapti Jahongir aka? Bugungi kunda biz o'z mahsulotlarimizga har xil SCADA sistemalari, analizatorlar va masofadan turib boshqarish qurilmalarini o'rnatib ketmoqdamiz. Undan tashqari bizda o'zimizning shaxsiy korxonamizda serveri bor. O'sha mijozlarimizga serverimizga bog'lab beramiz. Va bu o'z navbatida mijozlarimiz telefonidan yoki mobil aloqa operatori orqali va har xil o'zini kompyuteri orqali internet bo'lsa bo'ldi, analizatorda yoki xuddi SCADA sistemasidek butun tizimni ko'rib turishga ega bo'lishadi. Ushbu SCADA tizimi qanday joriy qilingan ushbu mahsulot ishlab chiqargan mahsulotingizga? Kondensatorlarda o'zida analizatorlari bor va maxsus PLC programma logistik kontrollerlar qo'yib boramiz. Undan tashqari yumshoq start boshqaruvlarida PLC SCADA sistemalarimizni qo'yganmiz. Ular o'z navbatida bizda serverimizga bog'lanib qoladi. Buni qanday afzalliklari bor? Masalan, siz ishlab chiqardingiz, qaysidir korxonaga olib borib o'rnatildi bu ishlab chiqargan mahsulotlaringiz, ha? Buni afzalliklaridan yagonasi, o'sha eng yaxshi afzallik tarafi, siz joyingizdan turib masofadan o'chirib yoqish qobiliyatiga ega bo'lasiz. Undan tashqari analiz, ya'ni borib ko'rib kelmaysiz. Albatta, qo'l telefoni hammada hozir bor. Qo'l telefoningiz orqali, internetga kirib orqali yoki xonangizdagi kompyuter orqali ko'rishingiz mumkin. Ushbu faoliyatni qanchadan beri qancha vaqtdan beri faoliyat olib borasiz? 6 yildan beri korxonamiz faoliyat olib boradi. Lekin bu innovatsion loyihaga oxirgi 3 yildan beri qattiq harakat qilib yotibmiz. Bu innovatsion loyihalaringiz qaysi tashkilotlarda ishlatiladi? Ko'proq qaysi tashkilotlar buni xaridori sifatida jalb qilinadi? Nasos stansiya va energetika boshqarmalariga qilib berganmiz. O'sha Buxoroda, Farg'onada o'sha qilib berganmiz. Ularni hozirda suv xo'jaligi vazirligini platformasiga biz qo'yib bergan mahsulotlarimiz danini beradi va ular o'z platformasidan uni ko'ra bilish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Bu energiya tejamkor qurilmalar sifatida joriy qilinganda, to'g'rimi? Innovatsion va energiya tejamkor qurilmalar. Rahmat Jahongir aka, suhbat uchun. Sog' bo'ling.